Assalomu alaykum aziz do'stlar va kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan har birimiz uchun nihoyatda muhim va dolzarb bo'lgan mavzuni, ya'ni 2026 yildan boshlab pensiya tizimida kuchga kiradigan yangi qoidalar va bu o'zgarishlar kimlarning pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkinligi haqida atroflicha suhbatlashamiz. Bu ma'lumotlar shunchaki bir qoida o'zgarishi emas, balki sizning kelajagingiz, moliyaviy barqarorligingiz va qariyalik davringizdagi ta'minotingizga bevosita bog'liqdir. Shunday ekan, ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan diqqat bilan tinglashingizni maslahat beraman. Bu har bir oilaga, har bir insonning hayotiga ta'sir qiladigan juda muhim mavzu. Videoni oxirigacha ko'rib, o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Hozirdayoq videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki bunday muhim ma'lumotlarni hech bir joydan topa olmaysiz. Pensiya tizimining tub mohiyati shundan iboratki, bugungi ishlayotgan avlod o'zining ijtimoiy ajratmalari hisobidan keksa avlodni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin vaqt o'tishi bilan demografik o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish sur'atlari va mehnat bozori dinamikasi bu tizimni doimiy ravishda qayta ko'rib chiqishni talab qiladi. Shu boisdan ham hukumatimiz tomonidan pensiya tizimini yanada adolatli, barqaror va shaffof qilish maqsadida 2026 yildan boshlab jiddiy islohotlar amalga oshirilishi kutilmoqda. Core of the problem avvallari pensiya tizimi biroz boshqacha asoslarga qurilgan edi. Ko'p hollarda pensiyaning miqdori asosan mehnat staji davomiyligi va ish haqi miqdoriga bog'liq bo'lsa-da, stajni hisoblashda ba'zi imtiyozli davrlar ham inobatga olinardi. Masalan, bolani parvarish qilish ta'tillari. Ayrim hollarda o'qish davrlari ham stajga qo'shilishi mumkin edi. Eng muhimi, stajni hisoblashda ko'pincha mehnat daftarchasi yozuvlarining o'zi yetarli bo'lgan holatlar mavjud edi. Bu esa ba'zi hollarda ijtimoiy sug'urta badallarini to'lamagan holda ham pensiya olish imkonini bergan. Ba'zi korxonalar yoki tashkilotlar ishchilarni rasmiy ro'yxatdan o'tkazmagan holda qora ish haqi to'lab ishlagan bo'lsa-da, mehnat daftarchasiga yozuv tushirib, bu orqali stajni shakllantirish mumkin edi. Davlatning ijtimoiy himoya tizimi barcha fuqarolarga nisbatan imkon qadar ko'proq sharoit yaratishga intilgani sababli ayrim hollarda hatto staji yetarli bo'lmagan fuqarolarga ham ma'lum bir minimal pensiya yoki nafaqa turi taqdim etilardi. Bu tizim o'z davrida ijtimoiy adolatni ta'minlashga xizmat qilgan, ammo uzoq muddatda pensiya jamg'armasi yukini og'irlashtirgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgaradi. 2026 yildan boshlab pensiya tizimi to'liq sug'urta tamoyillariga o'tkazilmoqda. Bu degani, pensiya nafaqasini olish huquqi va uning miqdori sizning shaxsiy pensiya hisobingizga to'langan ijtimoiy sug'urta badallarining hajmi va davomiyligiga bevosita bog'liq bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, qancha to'lasangiz shuncha olasiz. Agar sizning ishingizdan rasmiy ravishda ijtimoiy sug'urta badallari pensiya jamg'armasiga muntazam ravishda o'tkazilmagan bo'lsa, bu davr sizning pensiya stajingizga hisoblanmaydi va pensiya miqdoriga ta'sir qilmaydi. Endi shunchaki mehnat daftarchasidagi yozuvlar emas, balki shaxsiy jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizdagi to'lovlar tarixi asosiy mezon bo'ladi. Bu o'zgarishning asosiy maqsadi tizimni yanada shaffof va adolatli qilish, har bir fuqaroning o'z pensiyasi uchun mas'uliyatini oshirish va qora iqtisodiyotni qisqartirishdir. Bu shuningdek davlatning pensiya majburiyatlarini barqaror moliyalashtirish imkoniyatini ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Main part 1 keling. Bu yangi qoidalar kimlarga ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqamiz. Bu yerda sizning mehnat faoliyatingiz xarakteri, stajingizning rasmiyligi va to'lovlar intizomi hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Kimlar jiddiy tashvishlanishi kerak? Birinchidan, rasmiy mehnat staji kam bo'lgan yoki uzilishlarga ega bo'lgan fuqarolar. Tasavvur qiling, bir fuqaro, ismini Farhod desak, ayminchakshi yoshda pensiya yoshiga yaqinlashmoqda. Uning mehnat daftarchasida 30 yil staj yozilgan, ammo so'nggi 15 yil davomida u norasmiy ishlarda band bo'lgan. Ya'ni uni hech bir korxona rasmiy ishga olmagan, ijtimoiy sug'urta badallari to'lanmagan. Avvalgi tizimda uning mehnat daftarchasidagi yozuvlar asosida 30 yillik stajining kamida 25 yil hisobga olinib pensiya olishi mumkin edi. Yangi qoidalar bo'yicha esa faqat rasmiy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'langan davrlar hisobga olinadi. Agar Farhodning oxirgi 15 yillik staji davomida birorta ham rasmiy to'lov amalga oshirilmagan bo'lsa, uning pensiya uchun hisobga olinadigan staji atiga 25 yilga tushib qoladi. Minimal staj talabi
aytaylik 25 yil bo'lsa, bu raqamlar taxminiy ammo ma'no jihatdan o'xshash bo'lishi mumkin. Farhod pensiya olish huquqiga ega bo'lmaydi. U nafaqat minimal staj talabini bajara olmaydi, balki to'langan badallar miqdori ham uning pensiya miqdoriga bevosita ta'sir qiladi. Ya'ni u past pensiya olishi yoki umuman pensiya olmasligi mumkin. Bu esa uning uchun katta moliyaviy muammo tug'diradi. Ikkinchidan, norasmiy ishlarda band bo'lgan yoki qora ish haqi olganlar. Keling, bir ayol, ismini Shahnoza deymiz. 23 yoshda u bir do'kon egasi qo'lida sotuvchi bo'lib ishlaydi. Do'kon egasi unga naqd pulda maosh beradi. Uni rasmiy ishga joylashtirmagan, ijtimoiy sug'urta badallarini to'lamaydi. Shahnoza bu ishda 10 yildan beri ishlaydi. Undan avval 15 yil rasmiy staji bo'lgan. Umumiy hisobda u o'zini 25 yillik stajga ega deb hisoblaydi. Ammo yangi qoidalar kuchga kirgandan so'ng uning 10 yillik norasmiy ishi pensiya stajiga hisoblanmaydi. Natijada uning faqatgina 15 yillik staji qoladi. Pensiya olish uchun talab qilinadigan minimal 25 yil staj yetarli bo'lmagani sababli Shahnoza pensiya yoshiga yetganida muntazam pensiya to'lovlaridan mahrum bo'lishi mumkin. Uning oldida ikki yo'l turadi. Yoki pensiya olish huquqini ta'minlash uchun yetishmayotgan stajni keyinchalik o'zi to'lab sotib olishga majbur bo'ladi. Bu esa unga moliyaviy yuk bo'ladi. Yoki kam miqdordagi ijtimoiy nafaqa bilan cheklanishiga to'g'ri keladi. Uchinchidan, yakka tartibdagi tadbirkorlar va o'zini o'zi band qilgan fuqarolar. Ko'plab hunarmandlar, taksichilar, sartaroshlar, uy-joy ta'mirlovchilar va boshqa o'zini o'zi band qilgan shaxslar bor. Ularning ko'pchiligi daromad solig'ini to'lasa-da, ijtimoiy sug'urta badallarini to'lashga e'tiborsiz qaraydilar yoki bu haqida yetarlicha ma'lumotga ega emaslar. Misol uchun Abdukarim ismli hunarmand yoshda 10 yildan beri o'zini o'zi band qilib ishlaydi. Undan oldin 10 yil rasmiy ishlagan. U o'zining biznesini qonuniylashtirgan, lekin pensiya jamg'armasiga muntazam badal to'lashni doimiy ravishda kechiktirib kelgan yoki umuman to'lamagan. Yangi qoidalar kuchga kirishi bilan Abdukarimning 10 yillik tadbirkorlik davridagi staji agar tegishli badallar to'lanmagan bo'lsa, pensiya hisobiga kirmaydi. Bu uning umumiy stajini 10 yilga kamaytiradi. Pensiya yoshiga yetganida u pensiya olish uchun minimal stajga ega bo'lmasligi yoki juda kam pensiya olishi mumkin. Bu esa uning pensiya ta'minoti bilan bog'liq rejalarini tubdan o'zgartirishga majbur qiladi. Kimlar tashvishlanishi shart emas yoki nisbatan kamroq. Doimiy rasmiy ish joyiga ega bo'lgan va ish beruvchisi tomonidan barcha ijtimoiy sug'urta badallari o'z vaqtida va to'liq to'langan fuqarolar. Agar siz davlat tashkilotida yoki yirik xususiy korxonada rasmiy ishlayotgan bo'lsangiz va ish haqingizdan barcha ajratmalar qonuniy tartibda pensiya jamg'armasiga o'tkazilayotgan bo'lsa, sizning pensiya ta'minotingiz xavfsiz holatda bo'ladi. Sizning stajingiz va to'lovlaringiz elektron tizimda qayd etilib, to'liq shaffoflik ta'minlanadi. Misol uchun, Gulnora ismli ayol 5 yoshda. 25 yildan beri uzluksiz ravishda o'qituvchi bo'lib ishlaydi. Uning maoshi to'liq o'q va har oyda barcha ijtimoiy ajratmalar ish beruvchisi tomonidan pensiya jamg'armasiga o'tkaziladi. Gulnoraning shaxsiy pensiya hisobida barcha to'lovlar aks etgan va u istalgan vaqtda ushbu ma'lumotlarni tekshirishi mumkin. Yangi qoidalar uning pensiyasi kamaytirmaydi, aksincha. U to'lagan badallari evaziga adolatli pensiya olishiga imkon beradi. Shuningdek, o'zining kelajagini o'ylab, hozirdan ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badallar to'lab kelayotgan fuqarolar ham xotirjam bo'lishlari mumkin. Misol uchun, chet elda ishlaydigan Javohir 35 yoshda. U O'zbekistonda rasmiy ishlagan va chet elga ketgandan keyin ham o'zining pensiya kelajagini o'ylab, har oyda ixtiyoriy ravishda pensiya jamg'armasiga badal to'lab keladi. Uning bu harakati uning stajiga plyus bo'lib qo'shiladi va pensiya yoshiga yetganida u to'liq miqdordagi pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Yangi qoidalar uning ushbu sa'i harakatini qadrlaydi va to'lovlariga mutanosib ravishda pensiya ta'minotini kafolatlaydi. Main partiki albatta har qanday qoidaning o'z istisnolari, tuzoqlari va unchalik aniq bo'lmagan jihatlari bo'ladi. Bu yangi pensiya tizimi ham bundan mustasno emas. Istisnolar, nogironligi bo'lgan shaxslar. Pensiya tizimidagi yangi qoidalar nogironligi bo'lgan fuqarolarning pensiya ta'minotiga jiddiy ta'sir ko'rsatmasligi kutilmoqda. Ular uchun alohida ijtimoiy himoya mexanizmlari mavjud bo'lib, ular belgilangan minimal stajga ega bo'lmagan taqdirda ham tibbiy ko'rsatmalarga asosan nogironlik pensiyasi olish huquqiga ega bo'ladilar. Bu yerda asosiy e'tibor
ularning mehnat qobiliyati darajasini aniqlash va tegishli toifadagi pensiyani tayinlashda saqlanib qoladi. Masalan, tug'ma nogironligi bo'lgan yoki mehnat faoliyati davomida nogiron bo'lib qolgan shaxs. Agar uning rasmiy staji yetarli bo'lmasa ham, unga belgilangan tartibda nogironlik pensiyasi tayinlanadi. Bu tizimning eng muhim ijtimoiy jihatlaridan biridir. Alohida kasb egalari va xizmatlari, harbiylar. Huquqni muhofaza qilish organlari xodimlari ayrim xavfli va og'ir mehnat sharoitlarida ishlagan shaxslar uchun pensiya yoshiga chiqish va staj hisoblashda alohida qoidalar amal qiladi. Ular uchun odatda imtiyozli staj hisoblash tizimlari yoki pensiya yoshni pasaytirish kabi chora-tadbirlar mavjud. Misol uchun, harbiy xizmatchilar uzoq muddatli xizmati uchun yoshidan qat'iy nazar imtiyozli pensiya olishlari mumkin. Shuningdek, to'qon sanoati kabi zararli sharoitlarda ishlagan fuqarolarning har bir yillik ishi 1,5 yoki 2 yilga hisoblanishi mumkin. Bu ularning umumiy stajini tezroq shakllantirishga yordam beradi. Bunday istisnolar mazkur kasblarning o'ziga xos xususiyatlari va xavf darajasi bilan bog'liq. Ko'p bolali onalar ba'zi mamlakatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham ko'p bolali onalar uchun pensiya yoshini pasaytirish yoki stajga qo'shimcha davrlar qo'shish kabi imtiyozlar mavjud. Yangi qoidalar bu imtiyozlarni to'liq bekor qilmasligi mumkin. Ammo ularni qo'llash shartlari va mexanizmlari aniqlashtirilishi kerak. Masalan, 5 va undan ortiq farzandni voyaga yetkazgan onalarga belgilangan pensiya yoshidan 5 yil oldin pensiyaga chiqish huquqi berilishi mumkin. Bu ijtimoiy demografik siyosatning bir qismi sifatida saqlanib qolishi ehtimoli bor. Ammo bunda ham rasmiy staj va to'langan badallar miqdori muhim rol o'ynaydi. Tuzoqlari va noaniq jihatlari stajni sotib olish mexanizmi. Yangi tizimda agar sizning rasmiy stajingiz pensiya olish uchun yetarli bo'lmasa, yetishmayotgan yillarni sotib olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu shuni anglatadiki, siz o'zingiz pensiya jamg'armasiga oldingi davrlar uchun to'lanmagan badallarni qayta hisoblab to'lashingiz mumkin. Ammo bu mexanizmning moliyaviy yukini tushunish juda muhim. 1 yil stajni sotib olish uchun sizdan ma'lum bir summani to'lash talab qilinishi mumkin. Bu esa bir necha million so'mga yetishi mumkin. Agar sizning yetishmayotgan stajingiz 5-10 yilni tashkil etsa, bu juda katta xarajatcha bo'ladi. Ko'pchilik uchun bu moliyaviy jihatdan qiyin bo'lishi mumkin. Shuning uchun hozirdan o'z stajingizni tekshirib, choralar ko'rish muhim. Chet eldagi mehnat stajini tan olish. O'zbekiston fuqarolari chet elda ishlagan davrlari pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagan bo'lsa, ularning pensiya stajiga qo'shilmaydi. Ba'zi davlatlar bilan pensiya masalasida ikki tomonlama shartnomalar tuzilgan bo'lishi mumkin. Ammo bu holatda ham tartib-qoidalar juda murakkab bo'lishi mumkin. Agar siz chet elda ishlayotgan bo'lsangiz, o'z mamlakatingizdagi pensiya jamg'armasiga ixtiyoriy ravishda badallar to'lashni o'rganishingiz yoki chet elda ishlayotgan mamlakatingizning pensiya tizimi qoidalarini aniqlab olishingiz kerak. Aks holda, yillar davomida chet elda ishlagan stajingiz O'zbekistonda pensiya olish huquqini bermasligi mumkin. Mehnat daftarchasidagi eskirgan yozuvlar, eski mehnat daftarchalarida xatoliklar, noaniqliklar yoki to'liq bo'lmagan ma'lumotlar bo'lishi mumkin. Yangi tizimga o'tishda bu ma'lumotlar elektron ma'lumotlar bazalari bilan solishtiriladi va agar farqlar aniqlansa, sizning stajingizni tasdiqlash uchun qo'shimcha hujjatlar talab qilinishi mumkin. Bu jarayon juda ko'p vaqt va asabni talab qilishi mumkin. Masalan, korxona tugatilgan bo'lsa yoki arxivlar saqlanmagan bo'lsa, o'z stajingizni isbotlash juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvning to'g'riligini hozirdan tekshirib chiqing. Practical advice aziz do'stlar, ushbu yangi qoidalar sizni tashvishga solmasligi kerak. Aksincha, bu har birimiz uchun o'z kelajagimizga mas'uliyat bilan qarash va hozirdan tegishli choralar ko'rish uchun imkoniyatdir. Mana sizga bir necha aniq qadamlar va amaliy tavsiyalar. Birga, o'zingizning mehnat stajingizni shaxsan tekshiring. Bu eng birinchi va eng muhim qadamdir. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga shaxsan murojaat qilishingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, mehnat daftarchangizni aslini olib boring. Nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi mutaxassislaridan sizning shaxsiy hisobvaragingizga to'langan barcha ijtimoiy sug'urta badallari haqidagi ma'lumotni so'rang. Ular sizga to'lovlar tarixi, ish beruvchilar va stajingiz haqida batafsil ma'lumot berishi kerak. Hozirda ko'plab davlat xizmatlari, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali
mayt dokubi orqali ham taqdim etilmoqda. Ehtimol yaqin kelajakda yoki hozirda ham o'z stajingiz va badallaringiz haqida onlayn ma'lumot olish imkoniyati mavjuddir. Bu sizning mehnat stajingizning qaysi davrlarda rasmiy to'lovlar amalga oshirilganini, qaysi davrlarda esa yo'qligini aniqlashga yordam beradi. Har bir rasmiy ish joyingiz uchun pensiya jamg'armasiga amalga oshirilgan ajratmalar jadvalini talab qiling. Bu jadval sizga qaysi davrda pensiya jamg'armasiga badallar to'lanmagani aniq ko'rsatib beradi. 2. Mehnat daftarchasidagi yozuvlar bilan elektron ma'lumotlarni solishtiring. Agar mehnat daftarchangizdagi yozuvlar bilan pensiya jamg'armasining elektron ma'lumotlari o'rtasida farqlar aniqlansa, darhol choralar ko'ring. Nima qilish kerak? Farqlar aniqlangan taqdirda eski ish joylaringizga murojaat qilib, tegishli ma'lumotnomalar yoki arxiv hujjatlarini so'rab oling. Masalan, ishga qabul qilish yoki ishdan bo'shatish to'g'risidagi buyruqlar, ish haqi to'lovlari haqidagi hujjatlar va shu kabilar. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivini topishga harakat qiling. Odatda tugatilgan korxonalarning arxiv hujjatlari davlat arxivlariga topshiriladi. Qanday hujjatlar kerak? Mehnat daftarchasi. Sizning davomingizni isbotlovchi har qanday qo'shimcha hujjatlar, ishga buyruq, ish haqi vedmoslari, shartnomalar. Norasmiy ishlagan davrlarni rasmiylashtirish. Agar siz norasmiy ishlagan bo'lsangiz va stajingiz yetishmayotgan bo'lsa, bu davrlarni rasmiylashtirish imkoniyatlarini o'rganing. Qayerga borish kerak? Yana pensiya jamg'armasi bo'limlariga murojaat qiling. Nima qilish kerak? Ular sizga yetishmayotgan staj yillarini qanday qilib ixtiyoriy badallar to'lash orqali sotib olish mumkinligini tushuntirib berishlar kerak. Bu jarayon va uning moliyaviy jihatlari haqida batafsil ma'lumot oling. Har bir yil uchun qancha miqdorda badal to'lash kerakligini aniq hisoblatib oling. Shuningdek, o'zini o'zi band qilgan fuqarolar uchun belgilangan tartibda ijtimoiy soliq to'lovlari orqali stajni shakllantirish mumkinligini unutmang. Bu yo'l bilan siz rasmiy stajga ega bo'lishingiz va kelajakdagi pensiyangizni ta'minlashingiz mumkin. 4. Kelajak uchun hozirdan rejalar tuzing. Agar siz yosh bo'lsangiz, doimo rasmiy ish joyiga ega bo'lishga intiling. Ish beruvchingiz barcha ijtimoiy sug'urta badallarini o'z vaqtida va to'lib to'layotganiga ishonch hosil qiling. Nima qilish kerak? Har oyda ish haqi varaqangizni rashetniy list diqqat bilan tekshiring. U yerda ijtimoiy sug'urta badallari haqidagi ma'lumotlar aks etgan bo'lishi kerak. Agar shubhalaringiz bo'lsa, bevosita buxgalteriya bo'limiga yoki kadrlar bo'limiga murojaat qiling. Shuningdek, vaqti bilan pensiya jamg'armasi orqali o'z shaxsiy hisobingiz holatini tekshirib turing. 5. Huquqiy maslahat oling. Agar sizning vaziyatingiz murakkab bo'lsa, masalan, eski korxona tugatilgan bo'lsa, stajni isbotlashda muammolar bo'lsa yoki pensiya jamg'armasining qaroridan norozi bo'lsangiz, pensiya qonunchiligi bo'yicha mutaxassis bo'lgan yuristga murojaat qilishdan tortinmang. U sizning holatingizni to'g'ri baholab, qonuniy yo'llar bilan muammoni hal qilishda yordam beradi. Xulosa qilib aytganda, 2026 yildan boshlab pensiya tizimidagi yangi qoidalar har bir fuqarodan o'z kelajagi uchun yanada mas'uliyatli bo'lishni talab qiladi. Pensiya endi shunchaki yoshga yetish bilan bog'liq bo'lmang, balki sizning mehnat faoliyatingiz davomida pensiya jamg'armasiga kiritgan shaxsiy hissangizning bevosita natijasi bo'ladi. Conclusions and final hook demak, aziz do'stlar. Bugungi videoda siz bilan 2026 yildan kuchga kiradigan pensiya tizimidagi tub o'zgarishlarni va bu yangi qoidalar kimlarning pensiya to'lovlariga ta'sir qilishi mumkinligini atroflicha ko'rib chiqdik. Shuni unutmaslik kerakki, bu o'zgarishlar tizimni yanada adolatli va barqaror qilishga qaratilgan. Ammo bu sizning shaxsiy javobgarligingizni ham oshiradi. Hozirdan o'z mehnat stajingizni tekshirib, barcha badallarning to'g'ri to'langaniga ishonch hosil qilish, norasmiy ishlashdan voz kechish va kelajakdagi pensiyangiz uchun mas'uliyatni o'z zimmangizga olish juda muhimdir. Umid qilamanki, ushbu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar sizda yana qandaydir savollar yoki fikrlar bo'lsa, ularni izohlarda yozib qoldirishni unutmang. Men har bir savolga javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Chunki faqatgina bizda shunga o'xshash dolzarb va muhim mavzular haqida batafsil ma'lumotlar berib boriladi. Sog' va salomat bo'ling, o'z kelajagingizni hozirdan o'ylang.